Spark mexanika olib qo'yganmiz. Bunda bo'layotgan muammo seplenani bosganda qirsillab ovoz beryapti. Seplenani bos. Xuddi shu ovoz chiqadi seplenani bosganda. Tashqi hamma mexanik sparklarda shunaqa ovoz chiqadi. Bu nimadan bo'ladi? Bu korзина disiplina ketsa, qotgandan keyin kuzov sindiradi. Zaklopkani chetini sindirgandan keyin xuddi shunaqa qirsillab ovoz beradi. Buni biz shayba qo'yib turib, svarka qilish kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib beramiz. Shayba qo'ymasdan svarka qilib olsa, ko'p yurmaydi. Ya'ni shu ahvol bo'ladi. Bu holsa chiroyli qilib, svarkali qilib, akkuratni qilib beramiz. Olib qo'ygan mashinamizni polni cho'chib olganmiz. Oldin svarka qilingan ekan kuzovi, lekin shayba qo'ymasdan turib svarka qilib yuborilgan. Mana chetlaridan polni to'kilib ketgan. Shayba qo'yish kerak bo'lgan, lekin qo'yishmagan. Mana bu uchinchisidan ham uje sinish boshlagan. Mana shular qirsillab ovoz beradi. Bekorga shayba qo'yish kerak deb aytmaymiz. Mana shu shaybani qo'yib yuborilsa, ancha baquvvat bo'ladi, uncha-munchaga muammo bo'lmaydi.